Tarix sahnasida shunday shaxslar borki, ular nafaqat o'z elining, balki butun insoniyatning yodida abadiy qoladi. Bugun mana shunday qahramonlardan biri Mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurashgan, Chingizxonni ham lol qoldirgan ulug' ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi haqida 5 ta qiziqarli ma'lumotni bilib olamiz. Birinchisi, Jaloliddin Manguberdining burnida manki, ya'ni xoli bo'lgani uchun uni mank burni, ya'ni burnida xoli bor deb nomlashgan. Keyinchalik bu nom talaffuzida o'zgarib, Manguberdi nomi bilan mashhur bo'lib ketgan. Ikkinchisi, Jaloliddin Manguberdi hali mag'lubiyat nimaligini bilmagan Mo'g'ullarni ilk bor mag'lub qilgan sarkarda hisoblanadi. Uchinchisi, Jaloliddin Manguberdi Sind daryosi bo'yidagi jangda dushman tomonidan mag'lub qilinsa ham, lekin dushmanga asir tushishni xohlamay, o'z otida daryoga sakrab, narigi qirg'oqqa suzib o'tadi. Buni ko'rib turgan Chingizxon esa o'g'illariga qarab, ota o'g'il mana shunday bo'lishi lozim deb unga qoyil qolgan. To'rtinchisi, Jaloliddin Manguberdi tiriklik vaqtida Mo'g'ullar O'rta Sharqni bosib ola olmadilar. Bu voqea anchadan keyin 1256-yilda ro'y berdi. 11 yil davomida Jaloliddin Manguberdi Mo'g'ullarni nafaqat O'rta Sharqqa, balki Sharqiy Yevropaga ham qo'ymadi. Beshinchisi, Jaloliddin Manguberdi atigi 33 yil umr ko'rdi. Ammo uning nomi asrlar davomida avlodlar uchun qahramonlik, mardlik va vatanparvarlik ramzi bo'lib qoldi.